Assalomu alaykum. Bugun sizga mana shu ko'rib turganingiz reklam koketkali ko'ylak bichilishini ko'rsatib beraman. Bugungi videoda faqat bichilishi, keyingisiga albatta tikilishini ko'rsatib beraman. Bu pombarx matosi, toshli kelinlar kiyiladigan bu matodan ko'ylak lozim qanaqa bichiladi, tikiladi, hamma sir asrorlari bilan albatta ko'rsatib o'taman. Video yoqsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling, fikringiz, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bismillah deb bichishni boshlaymiz. Mato toza pombarx matosidan, bo'yi 293 cm. Mato jami 293 cm. Odatda 3 metr deb beradi, lekin har doim ozgina kamroq chiqadi. Bunaqa bo'y olayotganda albatta gullarini hisob kitobini olish kerak. Men hozir har bitta gulini hisob kitobini oldim. Qayerdan boshlasam, qayerda tugatsam ma'qulligini hisob kitob qilib olyapman. Endi hozir ko'krak aylanasiga, lekin bunda o'sha tosh borligi hisobiga, o'sha tosh bor-ku, o'sha tosh o'rtaga kelishini hisobini olib, o'shanday qilyapman. Ya'ni hozir men nima qilyapman? Mana bu toshdan yengni uchigacha necha santimetr bo'lyapti, o'shani ko'rib, xuddi o'sha santimetrni chizib, o'sha yer yengni tepasi qilib olyapman. Mo'ljallab olyapman. Qo'ltiq o'yinchisi qayerga keladi, unisi qayerga keladi, bunisi qayerga keladi, ikkalasi bir xil keladimi, yo'qmi? Biladim. Ya'ni uttukni bosib emas, ustiga qo'yib par bosganimda mana bu kilaylari erib, terishim oson bo'ldi. Flazelinni tortsangiz yirtiladi, lekin bu yirtilmaydi. Matoga o'xshab qattiq bo'lib turadi. Ikkalasi tayyor. Endi buni matoga yopishtirishimiz kerak. Men hozir nimani ko'rsatib o'tyapman? Xo'sh, endi mana ko'rib turganingizdek, ulangan joyim bilinib turibdi. Qandaydir dag'ir-bug'ur bo'lib usti qopday bo'lib bilinib turibdi. Shuni hozir qanday bartaraf qilishni ko'rsatib o'taman. Bizda ulangan joy, ulov tushgan joyimiz bilinmasligi kerak, chunki bu koketka. Bug' chiqarib, yaxshilab utklab olamiz. Yaxshilab par chiqarmasa, buni kileyi yaxshi yopishmaydi. Dubler endi. Shuning uchun yaxshilab yopishtirib olamiz. Dubler hamma joyini 7 qilib oldim, lekin koketka pasti ingichkaroq turishi uchun yana 1 cm olib tashladim. Endi meni koketkamning pastki qismi 6 cm bo'lib qoldi. Mana bu holat razmeri kattaroq bo'lganlarga mana shunday qilib bichsa bo'ladi. Mana bu orqa qismi, mana hozir o'lchagan joyim sal keng bo'lib turibdi. Hozir men bu qis ariqini bo'lgani uchun mana buni olib tashlayman. Lekin agar semizroq, razmeri sal kattaroq ayollar bo'lsa, mana shu joy turgani ma'qul. Qo'yimda so'tib tashlayman. Bu menga kerak emas, chunki ikkita yilga ikki xil bo'lib qoladi. Men prosta ikki xil variantni sizga ko'rsatib o'tdim. Xohlasangiz unisini qiling, xohlasangiz bunisini. Bu har bitta uch xil sizga usul. O'sha koketka o'yingisini o'yishning 3 xil usulini sizga tushuntirib o'tdim. Qaysi birini xohlasangiz, o'sha qaysi biri sizga ma'qul kelsa, o'shanisini qilib qopini o'yasizda, o'sha koketkani tikib olasiz. Endi orqa qismini ham qo'ltiq o'yingisini qo'yib ko'ramiz. U ham to'g'ri keladi. Mana shunaqa. Ikkalasi ham to'g'ri keldi. Chimi chiroyli turmaydi. Shuning uchun maslahatim, 2 qator tikasizda, ikkita ipni birdan ushlab tortasiz. Ko'ylakni ko'rsangiz tep-tekis, aylanadi dumaloq, lekin o'sha gubkali. Endi lozim tikishni boshlaymiz. Mana shu joyda sizga bitta zo'r maslahat bersam. Agar siz shunaqasi ham bo'lgan, qizlar kelyapti, hali turmushga chiqmagan, lekin haligi yigitlar uni kiyimini fasonigacha sizga bir zo'r nimani o'rgatib o'tay. Life hack deb. Xo'sh, kiydirib ko'ramiz. Telefonda bunaqasiga ushlab ko'rishingiz mumkin, chunki tikkasiga qilsam juda kichkina bo'lib qolar ekan, shuning uchun yonboshicha qoldirdim, ya'ni kattaroq, ko'proq ko'rish uchun. Kiyib ko'rdim, mana hamma joyini kiydirdim, hamma joyi ko'rdi, kengligi, hamma narsasi yoqdi, xursand, ko'ylak zo'r chiqdi deb. Yenglari o'ziga yoqdi, faqat yengini uchida sizlarga ko'rsatmasam ham bo'lardi. Bitta kesganimda to'g'ri bo'lib qoldi deb aytsam ham sizlar bilmasdilaring, lekin mana shunaqa nimalari borligini sizlar ham bilishlaring uchun ko'rsatib o'tyapman. Mana shu ko'ylak tikilishi jarayonida bu nechinchidir sizga aytayotgan life hackim. Bu ham juda zo'r. Endi eshiting. Har bitta tikilgan joylari, koketkalari qayerda utklash kerak bo'lsa, o'sha joylarni mana shunaqa bitta salkina uzun yoki juda yotib qolgan bo'lsa, ularga to'g'ri kelmaydi. Endi hozir ko'rib turgan narsangiz bu utuklasam, utuk izi qolib ketyapti-ku, o'shanaqa bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak degan savolni juda ko'p tikuvchilarga berganman. Hech kim aytmagan, hatto pul bilan ham aytishmagan. Tikuvchilar bilgan va ular ham hech kimga aytmagan. Mana sizlarga ancha ham life hack, ham master class, ham anchagina gurung berdim. Bu videoda bu nechidir mana shu
ko'ylak tikilishida juda ko'p yaxshi ma'lumotlar berib o'tdim. Agar har bittasidan unumli foydalana olsangiz, juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishasiz, xudo xohlasa. Juda yaxshi kerakli ma'lumotlarni berdim. Vaqti zamonida menga bu ma'lumotlarni hech kim bermagan. Har bitta aytayotgan ma'lumotlarim o'zimni boshimdan o'tib, xatolar qilib, keyin o'rgangan ma'lumotlarim hisoblanadi. Menga o'rgatadigan ustozim bo'lmagan. Hech kim menga aytishni ham, o'rgatishni ham xohlashmagan. Endi u tuklar balkim yoqmas, lekin bu ko'ylak egasiga, onasiga rosa yoqdi. Tikilishi ham, turishi ham, chunki mana bu toshlarini, etak qismidagi toshlarini bir-biriga tushirdim. Ikkita yengiga toshlarni bir xil qilib tushirdim. Hamma nimalariga, ishtonini ikki yonboshiga tosh tushirganimga men o'zim ham xursand bo'ldim, ular ham. Shuning uchun tikayotganda tavakkal tikilmaydi. Toshlarni terib chiroyli qilib bir xil qilishga harakat qilib, keyin ko'ylak bichilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hozir tushgan. Assalomu alaykum. Bugun sizga mana shu ko'rib turganingiz rezin pombarx matosidan reglan kaketkali ko'ylak bichilishini ko'rsatib beraman. Keyingi videoda tikilishi. Bugun faqat bichilishi. Ya'ni bichilishini noldan boshlab, ya'ni nuqta virgulligacha hamma sir asrorlarigacha tushuntirib ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek juda chiroyli chiqqan. Dumaloqlari hamma joyi juda chiroyli chiqqan. Oldi va orqa ochiqligi katta bo'lgani hisobiga kaketkasi ingichka chiqqan. Aslida reglan kaketka shunaqa bo'ladi. Oldi orqasi katta bo'ladi va kaketkasi ingichka bo'ladi. Shuning uchun juda chiroyli chiqqan. Agar kaketkasi qalin bo'lsa, chiroyli chiqmaydi. Mana shu holatda klientga primerka uchun chaqirganimda kiydirib ko'rganman va ozgina rasmga tushirganman. Lekin tayyor holatini juda chiroyli chiqdi, uni ham ololmaganim uchun hozir videoda qo'ya olmadim. Ko'ylak balshimeka razmeri, ya'ni 58-60 razmer. 120 bo'lsa, uni 4 ga bo'lamiz. 30 cm bo'ladi. 30 cm ga 5 qo'shamiz, 35. Tepa qismi 35, etak qismi 40. Mana shunday qilib trapetsiya qilib chizib olamiz, ya'ni olamiz. Onli lozim pasi va tepasidan yarim santimetr kesib olyapman. Bu lozimda ikki yoni osilib qolmasligi uchun. Bu lozim chiroyli turish koreyskiy yeng chiqadi. Mana shu yerda yaxshilab diqqat qiling. Sizga eng muhim joyi, eng muhim joy hisoblanadi bu ko'ylakka va eng qiyin joy hisoblanadi. Mana shu yengda juda sodda usulda yana 3 xil ko'rinishda sizga tushuntirib o'taman. Boshqa videolarda boshqacha usullarni ham ko'rsatganman, lekin bu videoni o'zida juda sodda qilib tushuntirib o'taman. 7 cm ga belgi qo'yapman, lekin bu qayer? Bu yengda tepasi. Juda oson ekan desam. Aslida oson emas, mana bu tepadagi ikkitani bilmasangiz, uni ham qila olmaysiz. Xo'sh, mana shunaqa qilib rezinka qilmoqchiman. Mana shunday taklif bermoqchiman. Agar yoqsa, shunday qilaman deb. Albatta bu yoqdi keyinchalik. To'g'ri yeng emas, o'shanaqa rezinka qilib biserlar osiltirib qo'yganman. Lekin u videosi ham rasmiy yo'q, chunki tayyor ko'ylakni tushira olmaganman. Endi hozir nima qilyapman? Bu agar klientingiz oldi ochiqligini katta kiya olmasa, bunaqa katta qilishni tavsiya bermayman. Lekin bitta narsani bilishingiz kerak. Reglan kaketkali ko'ylakda oldi orqasi katta bo'lsa chiroyli chiqadi. Nega? Katta bo'lgandan keyin kaketkasi juda ingichka keladi. Ingichka kelgandan keyin juda chiroyli turadi. O'zi katta yoqa chiroyli turadi, lekin katta kiya olmaydiganlarga tavsiya bermayman reglan kaketkali ko'ylak kiyish. Mendan 18-17-yillar edi. Reglan kaketkani orqa oldi bir xil, o'ng chapi bo'lmasdi. Bir xil tikib odamlar bir xil kiyardi. Orqasigacha ochiq yurardi. Ana shunaqasi moda bo'ladi. Kaketkasi ingichka, orqasi ham katta, oldi ham katta. Ya'ni orqa qismi yo'q edi. Kim nima desa desin, baribir reglan kaketkali ko'ylakda oldi ochiqligi katta bo'lsa, keyin chiroyli chiqadi. O'rganaman deb ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Buni har doim so'rayman. Men ham mingdan ming roziman. Pullik videodan olasizmi, bepul videodan nimadir olasizmi, o'rganasizmi? Alloh rizoligi uchun yaxshilikka ishlating. Bugun sizga mana shu rezin pombarx matosidan reglan kaketkali ko'ylak tikilishini ko'rsatib beraman. Bundan oldingi videoda bichilishini ko'rsatganman. Bugun tikilishi. Mana shunaqa chiroyli, hech qanaqa burchagi yo'q, ya'ni oldiga ham, orqasiga ham chiroyli reglan bo'lib turadigan fasonda oson tikishda ko'rsatib o'taman. Bichilishini ham oson turini ko'rsatganman. Oson usullarni ko'rsatganman. Hamma sir asrorlari bilan bu video ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bilan aytgancha, kile issiq havoda emas, parda, ya'ni bug'da erib yopishadi. Agar bug' bo'lmasa, bu yopishmaydi. Bu erib. Endi chizgan chizig'imiz ustidan kesib olamiz. Buni ham tezlashtirganman. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Endi qiladigan ishimiz qopni tayyorlashimiz kerak. Kaketkaga tikish uchun. Lekin undan oldin yengni tayyorlaymiz. Yengni nimasini tayyorlaymiz? Bu bichilish videosida qolib ketgan.
qilmaganman. Endi tikish jarayonida qilib ko'rsatib. Chimi ko'p tushadigan, ya'ni tashlab turadigan fason u boshqacha bichiladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Har bitta videomda 3 ta 4 ta variant ko'rsatib o'tyapman. Mana shuni bichdim, bo'ldi. Mana shu fasonda ko'rsa bo'ldi degan narsa yo'q. Mana shu fasonda agar boshqacha, xuddi shunaqa tikish xohlasa, yana mana bu variantlarda xohlasa, nima qilish kerak? Ana shularni qayta-qayta 3 ta 4 ta variant qilib sizga tushuntirib o'tyapman. Albatta bu foydadan xoli emas. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Keyingi videoda mana shu jarayonlar qancha qilinadi, nima qilinadi, hammasi batafsil tushuntirilgan. Aytgancha, agar bundan oldingi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring. Chimi kam variant va chimini ko'p variantida mana shu qo'ltiq o'yindisi va kaketka o'yindisi qanday o'yilishini tushuntirib o'tganman. O'sha joylarni ham yaxshilab tushunib olasiz. Va masalan, men odatda 2,5 ga tikaman. Juda ko'pchilik 3 ga tikadi. 3 ga tikmang. Tikishingiz mustahkam kelmaydi. Shuning uchun 2,5 ga tikingda, 2,5 ga qo'yib tikingda, uni ham matoni, cho'ziladigan matoni salgina tortib turing. Sal tortib turganingizda zo'r tikiladi va oldi orqa qismini tepaga, ya'ni kaketkaga qo'l bilan ildirib chiqasiz, lekin yelka qismi turadi shu holicha. O'shanda kaketka juda chiroyli turadi. Tikib bo'lganimizdan keyin mana shunaqa dumaloq doira hosil bo'ladi. Mana shunaqa. Ko'ylagimiz tayyor, juda chiroyli ko'ylak chiqdi. Kim nima desa desin, baribir reglan ko'ylakni oldi ochiqligi katta bo'lsa, mana bu kaketkasi ingichka bo'ladi va juda chiroyli chiqadi. Unga bezak bersangiz ham, bermasangiz ham o'zi chiroyli turadi. Endi bu ushlab turgan narsam bu dublerin. Bu rezinka mato bo'lgani uchun ming tekis qilib tiksam ham baribir salgina qimirlaganda bunday xaltaday bo'lmasin deganman. Cho'ziladigan har qanaqa matoda mana shunaqa qilib tiksangiz yaxshiroq. Illoq qilingan holatida ham ochilib rezinkalari osilib yotadi. Lekin men biron marta tikkan ishtonimdan shikoyat qilib hech kim kelmagan. Men ham hech qachon ko'rmaganman. Qayta tikadigan klientlarimga ham hech qachon lozimi yirtiq yoki bir narsa bo'lganini ko'rmayman. Endi hozir bog'laganlari ochilib ketsa, ishtonlaring tushadi. Tikishga ham qayta tikish kerak. Assalomu alaykum. Bugun sizga mana shunaqa chiroyli lola gulli atlas matosidan reglan kaketkali ko'ylak bichilishini ko'rsatib beraman. Bugungi videoda bichilishi, keyingi videoda tikilishini ko'rsatib beraman. Atlas bichish oson emas. Nega? Buni gulini guliga to'g'ri keltirish kerak. Juda ko'p holatlarda men ko'raman, televideniyada ham, rasmda ham, internet tarmog'ida ham gullarini bir-biriga to'g'ri keltirmaydi. Yo yoniga turibdi, yo bittasi tepaga, bittasi pastga bo'lib turibdi. Xullas, atlas matosi mana shunaqa gullari bir-biriga tushib turishi kerak. Bir xil bo'lib. 6 yil oldin internet yaxshi rivojlanmagan. Hech qaysi tikuvchi mana shu reglan kaketkani sirini hech kimga aytmas edi. O'sha holatda men atlas matosiga buni ko'rsatib o'tganman. Pombax paplinga emas, lekin atlasga ko'rsatib o'tganman. Hamma sirsini otlari bilan. Chunki buni o'zining nimalari bor, eng asosiy joylari bor. Men ochiqchasiga ko'rsatib o'tganim uchun juda ko'pchilik minnatdor bo'lgan. Faqir bo'lsa ham o'sha orqa kaketka chiqmadi. Xullas ulaymiz. Ulaganda ham qanday ulaymiz? Guliga tushishi kerak, ranglari bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni ulangan joyi umuman sezilmasligi kerak. Endi buni YouTube'ga chiqaramanmi yo'qmi hali bilmayman. Buni pullik videolarimga bonus sifatida chiqaryapman. Ya'ni orqa kaketkani 10 sm uzunligini qilganimda yozyapman hozir. Xo'sh, ya'ni reglan kaketkali ko'ylak, ikkita ko'ylakda bichilishi, tikilishi ot ido pombarx va rezinka pombarx matosidan ko'rsatib o'taman. O'sha ikkita pullik videoga bu bonus sifatida qo'shiladi, xudo xohlasa. Agar siz bu videoni YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, fikringizni yozib qoldiring, like bosing, yaqinlaringizga ulashing, ular ham mana shunaqa yaxshilikdan bahramand bo'lsin. Endi bu hozir nima? Bu hozir qopi, ya'ni bo'y mana shunday qilib olinadi. Mana bir-biriga tikiladi, katta qop hosil bo'ladi. Mana shunday qo'yib, keyin kaketka o'yindilari o'yib olinadi. Buni tikish jarayonida ko'rsatib o'taman. Uning uchun tikib, utiklab, keyin qaytadan shunday qilib chizib olamiz. Mana shu yerga diqqat qiling. Eng qiyin joylari mana shu. Endi xo'sh, bu hozir nima qilganimni menimcha tushundingiz. Buni aniq, tiniq qilib aytdim. Endi bilak aylanasini belgilaymiz va kesib olamiz. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Reglan kaketka uchun eng muhim narsa bu yeng. Yengini oldi bichsa yoki bicholmasa u ham bo'lmaydi. Bu yeng hozir nima uchun? Bu yeng chim tushmaydigan, chimi yo'q yeng uchun bu bichiladi. Agar mana shu chimsiz yengda juda ko'p tikuvchilar bicholmaydi. Chimli unchalik qiyin emas, chimsiz qiyin. Hozir mana bu kaketka olamiz.
Buni sizga hech kim ko'rsatmaydi qoladi. Agar siz bo'layotganimdek YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, yana obuna bo'ling, like bosing, yaqinlaringizga ulashing. Agar Telegramdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa yaxshilik borligini, mana shunaqa video borligini, lekin bu pullik videoda nima berilishini odamlarga ayting. Yaqinlaringiz ham bu videolarni ko'rib, o'sha reglan kaketkani tikilishini o'rgansin. Va pastidan nomiga 0,5 santimetrdan mana shunday olib tashlaymiz. Nega ikki tomoni pastga osilib qolmasligi uchun. Hozir aylantirib tikib chiqyapman. Oldi qismiga pastrog'iga 8 santimetr, orqa qismiga, chunki oldi qismi kaketka uzunroq, orqa qismidagi kaketka kalta tikish joylari qayerdan qanday tushyapti hammasini ko'rsatyapman. Bu tomon ochiq tomoni, narigi tomon yopiq tomon, buklangan tomon 1 santimetr mana hozir kesayotgan vaqtim kesib oldim. Shunda qo'ltiq o'yin desa, orqaga qaraganda oldiniki 1 santimetr kichkina bo'lib qoldi. Chunki atlas matosida o'ng tarafiga tikish tushirilmaydi, ya'ni atlasda ustida tikish mumkin emas. Uni faqat yo ko'rinmas chok bilan tikib chiqish kerak yoki kley bilan yopishtirish kerak. Yengi avvalroq qilingan va kleyka bilan tepaga bukib utlab olingan. Mana shu bilan mana ko'ylagimiz tayyor. Mana yaxshilab utlab olamiz. Ko'ylagimiz ham tayyor. Hech qanaqa chimi yo'q, bemalol turib hech qayerga tortishmayapti. Juda chiroyli chiqqan bu ko'ylak. Mana shu pullik videolarimdan yoki bepul videolarimdan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, albatta Alloh rizoligi uchun yaxshilikka ishlating. Har doim aytaman, agar hunar o'rganaman deb mana shu videolarimni ko'rib ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Men ham mingdan ming roziman mana shu o'rgatgan narsalarimga. Albatta bu videolar haqida yaqinlaringizga ayting, ulashing, ular ham o'rgansin.